Özündeki öyağını tosub aldı tek mara. Özündeki öyağını tosub aldı tek mara. Şüphe olmaz ışıkka cahillikki bardora. Şüphe olmaz ışıkka cahillikki bardora. Vacın vay can vay tova. Gaytka mayatke. Gaytka. Gayet tez bol balam. Ne oldu? Ayağının közü yordu. Ama acizleşip gidiyordu. Doktorlar 2000 yuan ekilinglar deydi. Kan salı diken balam. Tez bolgin. Ben de pul yoktursa. Bu yakı bir ket baksan neyim bola? Ağırık demekine apa. Sayın birden oldur olay. Tova, manın beygamligini ay. Ayağının can talışıp kaldı davatı men. Doktor yansız can talasa. Talaşmam da. Bana ne mamal. Ölse. İşki dünya razı. Tova, manın davatkan gipini karangla. Bunun lahvalığı bana bir afet boldu. Sanıcı aşırı abından besin. Cüre balam manaydı. Kandak mı kılam ben sardı. Lahva. Qara bunu uxlab ketgan nitiqi. Ay, tura o'rniqdan. Ay, ayta, men kim o, ha? Bugün Paris'e çıraylığa gitipsiz o kaynapa. Ay, bag'ras turka. Voy. Eshigi o'lsa Voy. qo'l yuzak tatibdi deb, xotining o'lsa xiyoldan kirib chiqmay yana nima deyapsan, ha? Uy, jo'yib, qizimni kela. Acı şuna kısa. Ben Bana seni ne kutun şuna ha? Sen ne babal? Sen kılıdayma. Kuyta. Neri var hemen? Gayta xon, qanaqa men? Unda qilmayman. Qo'yib oldim sana. Unda qilmanglar. Ochinglar. Biz qo'yib oldim sana. Unda qilmanglar. Ochinglar. Kele. Gayta xon, unda qilmayman. Bo'ldi qilinglar. Ochinglar ayverlar. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Gayta xon, bo'ldi. Tova. Kıynapana mı kıldın mı? Telvini tayak onşaydı. Kajni bazar deptiken apa. Ben hata kımıdım. Hey, kıynapana çanaymen dep ketmen kütaginin doğru mu? Kırgınımı pişayman kımayman. Püşeyman kımaymış. Sana dep koyay, Selim Han'ın çanığının, özanın çanığının. Uktun mu? Selim koyunga boşurak yan askına. Oğlum gayettin onun aldıda hiç kadar evi yok. Doktor yaz ölse ben de görem de o. Neymiş kılatsa? Kuma. Voy, sen miydin Gaytka? Bu yerine mi geldin? Ben sana yardım eşkil geldim. Ha, şundaqmı? Undaq bolsa şaxlanı harbağa basmamsan. Bo'lat tez. Makul. Mana. Ha, ma'u nima alay. Uçakta kolum kısıkka. Doktor yazganını almay.
amalim yok idi. Hazırmı kulağımın uzurap ketisi çağlık koy Gayıtka. Yo, sen benim pulumga tegemdin Kuma. Meni tiyakçı düşenmepsen de ağzımdadan ne bilsen o. Öz vaqtida qalandarga qiz yo'q deb seni menga bermagandi. Endi qaysibay ochib berak ki. Senden başka hiç kimga tegmeymen Gayıtka. Rasma, xudo xohlasa qo'limdan begina meni bek xushal qilyapting ku. Kuma, birdamdan keyin sen yaxshi ko'rdigan naqshini aytib berman. Oy Kuma, eshigini och. Ha mana. Teşlik mi? Ha, tinchlik. Qani, uyga kiring. Ha, rahmat. Asimkam uyda borganda. Ha, qani. Qanda tinchlikmi? Ha, qani. Bu yoqqa o'ta. Ha, yuqoriga. Qani, o'ltir. Ha, ishlaring obdandi. Ha? Yaxshi. Ey, Xuma, bir jepchaka chiqa. Mana. Ha. Qani, qo'rmalardan og'ash o'ltag'in. Qaltis chiroyli qizgan-ku bu. Qandaq? Ko'zing tushutamda? Yo'q-ey. Men undaq tuzkorlardan emas. Haqiqatan, mehri issiq, chiroyli qizning birini elavopsan aka. Og'zing vaqtsizda juma o'tiga meni qizim. Nima? Shundaqmi? Bundaqda. Qani, xo'sha. Ko'tarayli. Xo'sha. Qani. Ala. Asimka, aroqni sudahli ichidikansan jumi. Uka, oqchashlarim g'ayron qilib o'tamsa. Men qancha yoshlar kirgandiman? Ne o'qiran chog'laringku bu. Chiq kirsan 45 yoshlar kirgansan aka. Lekinza chechinga baldiroq kiribdi. Degini to'g'ri aka. Buzuqchilik bor-ku. Beshikda yotganlarning chechinim oqartib ketdi-ku. Gapingni faqat tushunamadim aka. Hayron qilib o'tamsa aka. Nima uchun deb so'rab qo'ymaysan-ku? O'z vaqtida o'zimning shalloqligidan shunday qilishga majbur bo'ldim uka. Yana kelib pul deganni tepib, oshni deganni cho'rib tashlab o'ynagan. Shu kunlarni o'ylasam, endi qanday qilmoqchisan aka? Uka, bundan keyingi hayotimni davomlashtirishga sababkor bo'lgan shu unutilmas voqealarni o'ylasamla, endi kayf-safo ishlarni hargiz qilmayman uka. Uka, o ish bundan 10 yil burun shaharda savdogarchilikqa beyg'on kunlarimda yuz bergandi. Çıllan horzum kik kik kik, yarı uygansın.
그래. kelin. Tatınmaq. Aka, Qani. mən Yuqoriga tong. sizni tanımaydı ekanman. To'nishib qolamiz. Qani, marhamat. Kelin. Yuqoriga tong. Aka, bu Qani, o'tiring. Aka, siz meni pul uchun erlarning keyinda yuradiganlarga o'xshatib qolgan bo'lsangiz, meni xato tushunib qolibsiz. Men undaq pastkash erlardan nafratlanaman. Meni qilgan iltimosimni ma'nitmaydiganlarni azaldan bo'sh qo'yatmayman. Aka, meni zo'rliq bilan yeringizga kelishga majburlamoqchimisiz? Men sizga chiroyliqcha gap qilyapman. Agar ma'qul bo'lmaydi ekansiz, menda ranjiman juma. Bunda qilsangiz vaqirayman juma aka. Yuzingiz tushib ketishdan qo'rqmasangiz vaqirabring. To'lamabsiz. O'ylab beqing aka. Agar mening o'rnimda qizingiz yoki singlingiz bo'lib, kishilar uni mushundaq dafsanda qilaman desa, siz qanday qilgan bo'lardingiz? Sizning vijdoningiz chidarmidi? Menmi sizning singlingizga o'xshashku? Meni haqoratlamang, qo'shib ketay. Meni chiqarib o'tgan bo'lsangiz. Unda bo'lsa, nima deb restoranda usul o'ynaysiz? Bu degan turmush aka, nomusni setishdan yaxshiroq deb o'ylayman. Chiqib keting. O, haqiqatan axloqli qizkan. Meni bak yaxshi tarbiyaladi. Shuningdan keyin men bo'ziqchilikni tashladim. Biroq aroq ichishga odatimni faqat tashlayolmadim. Haraq, tamaka, oshni deganning hammasi jonni ikaklaydigan narsa. Men bu ishmaydim. Eliqi bangvosh xotinning gepiga gul bo'lib, bir balani iqiyotgan oshxonamda tashlab, mehmon kutish deganni ichib, jinimdan ayrig'il tas qoldim emasmi? Fuka, nima ish qildi? So'zlasam g'azabim tashidi. Bir qatim ko'z oldimda xotinimni qo'ldan so'rab ketyapmanda, ay xonnas. Bag'inimcha rasa uribdiman. Taliga soqchi kelib, bizni ajirtib atdi, shuning bilan jidal besiqdi. Keyinchi. Xotinni qo'yib etib, mehmon kutishni taqidim. Bundaqda. Fuka, hozir qanday qilyapsan? Qanday qilatdim? Oson, ko'p pul topadigan ishni qilyapman aka. Bo'pti. Lekin meni kuyovg'il qilib olgan bo'lsang, bir umr xizmatini qilgan bo'lardim aka. Fuka, avval pul topqin. Men sendan bag'o. Hergiz qiz aymayman juma. Pul degan sendan aylansin aka. Buni o'zim nasib bo'mo lozim emas tuqa. Unda qo'sa men elelvadim ha. Ma'qul. Rahmat. Qani, og'ash o'ltira. Ala. Ma'qul. Deganimizdek bo'lsin. Ma'qul, shunday bo'lsin. To'g'ri, dinim to'g'ri.
Esmaxun, hayat işkenliği, Huma degan buzuq qizlari bormi? Qizlarni boshqaramlar yoki soqchiga ma'lum qilamdim, ha? Qizim, nima gunoh qilibdi-ki, soqchiga ma'lum qilg'idak. Atdiganda nima vatildaysiz? Vatildag'idek ish bo'lg'achqa vatildavatma. Mabalni Huma bilan boqamdilar yoki bordigan yerga borimizmi? Qiz o'ldirib o'g'illarning beshini kuldirlatdi degan qanday gap bu, ha? Mashniki. Pakti usvog'o, soqchiga o'zing bag'in. Ha, boshqalarning qizining sayisida kun oldi degan gapi bekor emas ekan-da. Sizlarcha oldida qizlari Xumaning sirda nima ishlarni qilib yurganligini obdan surishni qilib bo'lib, anonki menga bir nima destajima, paket demasdan, qani Xuma? Xuma! Asta, ey, men seni bu o'yindan chiqavatma. Ey, ko'zimda yo'q. Qozishni qo'rqma deb. Ey, bu o'yindan chiqavatma. Ayva. Bo'ldi qil aka, bo'ldi. Hey, bakın sen bu buzuq. Ay, men sen gap qotdimi? Gap qila. Nim kapshayverla. Mabalni boqamsan, odam mabalni. Men sen berdim. Gap qilmasa nima jahatlarni ashila. Ay, sen qaytdan boshqa odam chiqmadimi? Ha? Men zaten nima qildim? Nim qilganingni bilmamsan, qaytqa budishqaqlik qilib chopishmagan ekan, mabalni bildi bax. Gapni oz qilib o'yindan chiq. Qo'ysana meni. Gap bo'lsa chiroyli demamla. Mening u o'g'illarla nima ishim bor ekan? Voy, nima ishim bor deysan, u texe soyisiga agishib yurayotgan kim u? O tatliq bolsa ochiqmikan, ha? Voy, nomus qilmaydigan buzuq resva. Resva degan o'zing. Resva debchi qizingdek odam deydi. Ey, paskina o'yindan chiqavatma. Astagfirullah. Ochig'ing ayva. Siz vatildavagicha chiqib kelsangiz bo'lmamdi. Chiqib keting ha. Voy, chiqib ketdimi? Yetolmayman bu Nesmasxon uyda buzuqlar. Jim tepib etgan saran xotin bu. Bu saran xotin. Bo'ldi, o'tir aka. Qani, tomoq so'yib qoldi. Tomoq yeyli. Shunda qilib mangam Safka. Hey. Qiz vol deganni vaqtida agibamisa, alam bo'ldigan ishkan. Hey. Endi men bu satchilikni qandoqmi ko'tarib yurayman? Aka, xotirjam bo'lg'in. O'zimga tayyorlik bo'lmagan ishlarni surishtirmayman. Mendan xijil olma. Ma'qul uka. Oq yo'l bo'lsin. Va'dang bo'yicha men sening yo'ling qarayman. Xo'shamsa. Xo'sh. Ey Xuma, sen mening ochchig'imni obdan bilasan. Sen chatoq terimisan. Selim qo'yim bu uyga bika kelamdi. Nima deyapsan, ota? Sen ma'ashsaran xotinning gapiga ishonayapsan. Uning qizi allaqachon o'lgan tursa, qayt bilan hozir uning nima munosabati bo'lsin? Bo'ldi, gapni oz qil. Sen meni Saudiyadek sotlamoqchimi? Bilsan, bilmasan, shu Gayt Lahvoning Rauf bilan naqsiga oshiq bo'lib qolgan chig'ing. Bilib qo'y, Xuma, sen 5 yana tosh qurvasanmi? U Lahvoga seni hargizmi bermayman. Sen kirişemem bile. Nemi keygülük bu emdi. Voy, et deganda bu balani nereden hep geldin bala? Öz vaxtida Toq Niyazxan'ı amayma desem zorlap ep berdin. Emdi bu balani özün baka. Tova, Selim Xan'ın nemi qilgini bu? Balani o'zim boqaman deb aketgan edi o. Bakanda darvozning bo'g'isi qizga tashlab qo'yib ketibdi. Uyga borsam qizimni bola bilan bermagan. O'zing baq deb uydan qo'lab chiqadi. Menga nima amalamdi? Voy jinim balam. Kichik turib, sana nima kegilik bu? Voy bichar balam. Voy bichar balam.
Bu kichik balada nima gunoh? Bularning nima qilganidir bu? Qo'zig'ing ochdimi balam? Ha? Qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz? Huma! Huma! Sen uydu mu? Huma! Huma! Bu yak kile! Gaytka, sen miydin? Senden ensirep geldim. Sana bir iş olmagandı. Atam seni izlemegendi. Yak kulüpünü çekip seni hep çıkıp gitmen. Onda qilma Gaytka. Atamning kildan vaqt top qoldi. At alımlıq bağda görüşeyli. Bu yerden tez ketken. Qandaq geping bo'lsa ati deyishayli. Men alım izgil chiqaman. Evet seni yanı solap koymaz. Eğer şunda kısa dadamla ilişkan beni kütüp dur. He? Noki bu yak kile. Ay, ay. Sen kim beni ilişmakçı? Ha? Men bilen ma? Ha? Hey, sen de human ep ketmekçi ma? Emse onu neymiş ki övgü solap koysa. Bu yak kildiğin basan var ko. Ben sizin köygülüğünü Ay, gösterme. Bana emse. Yukarı küzümden. Bu şu taktikinin kozumu. Fırsat olsa kumanı çok amizlep kelime. Ne mi dedin? Keginağını bir körey. Hep toktap dur. O sol tek. Hey, ne mi karab dursa almaz de. Ha? Kumagül. Oy, Kumagül. Gaytka, boldurlik yapsan go. Atam tek ketmegen edi. Sel turib kelgin. Bu yerden tez ket. Atam ko'rib qoldi. Ketet Dur tez. ya vakit. Samsa geldim samsa. Hadi. Ma'qul tez ket. Bo'lmasa atam kelib qoladi. Korkmak ne? Kumagül. Ben sana nimem geldi. Men adim belay. Bunca. Sana göz dikip başkalar eket misin de buna geldim. Boptu mu? Bo'pti. Kila ismi. Bek aqlliqchimi sen? Estağfurullah. Hep toktap durmuş. Yarashdimi? Yarık. Hey! Ayaksız da! Toktap dur! Ben sen tutu aldığım bolsam! Tokta değme! Ne kaçsa? Tutu aldım mı? Vaycan bilim! Tokta! Hep toktap dur! Vaycan! Hep toktap dur! Irgağın içinde terip aldım marcanı. Irgağın içinde Haydi terip Bağdaş. aldım marcanı. Yaşa, yaşa Kedandaş. Kep koyup sen alamsın bu canı. Andamanda kep koyup sen alamsın bu canı. Yılak kayımlak sen Hoş yılak geldin. maçıraylık men amra. Adaş Humagül deyse, Humagül'ün çakırıp gelmemse körp akaylı. Şunu deyman. Çakırıp kile. Yüzüge dağ çıkıp ketken kız var mı o tehe? Unda olsa geldim. Çatak yok. Onun güzelliğini bir bahala bekleyici. Ha? Ben başlayıp giley. Hey, at Aylıxanğa, yol Sarıxanğa bop ketip, biz bu yerde san qarab oltamaylı yana, ha? Beriplik gelem ben. Beni saklanamsa. Hazırlık gelme.
Ha, bo'pti. Basangmi bor, lekin ravpongni bu yerga qo'yib qo'y. Ha. Aka. Chaqaroq kela. Hey, tez kel. Ma'qul. Ha, xo'shamisa. Ha, ko'taraylik. Xo'sha. Qo'sha. Xo'sha. Xumagul. 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 Ben seni o'ldirishga baqir keldim. Xumagul. Ha? Yani sen ma? Bagras, yani keldin ma? Sen de kandak kısam kutladı. Gep kıla Bagras. Beniye keç gündüz aram aldırmışsın. Xumani yaxshi ko'rgini günahmi? Shuni meni uraveramsan? Sen bu tayoqni tamni tetibki. Gel. O dakika. Vacap tutam. Boldu kıl. Ötürüp kolay. Koşup kolay. Vacap tutam. Vay o dakika. Vacap. O dakika. Tuldurma. Hadi baba. Tez bo'la otlarni turg'izaylik. Vacap. Xumagul, otang o'sha yetaversin. Yura, biz ketaylik. O'tirish borimiz. Mana. Qo'yvat deyma. Mang deyma. Mang deyma. Putumni sindirib etdi. Endi qanday qilaman? Ota. Xap qilma. Hammasi sening kasobding. Yur soqchiga boraylik. Soqchi. Tez bo'l. Ota. To'xtab tur. Voy. Voy putum. Voy. Ayjon. Bo'ldi, qo'zg'alma. Negativga qaraganda putingizning ustixini yenik darajada zaxmlangan. Unchola ig'irmi emas. Pat-pat kelib tangdirib tursangiz, yaxshi bo'lib ketadi. Davolanish haqqini zaxmlantirishdan talab qilsam qanday bo'lar? Bu o'zingizning ishi. Tushundim. Davolanish haqqini talab qilganingiz to'g'ri. Biz javobgar bilan tafsiliy ko'rishib, ondan sizni chaqirtaylik. Ma'qul Sojan, ma'qul. Rahmat sizlarga. Rahmat. Şimdi balduroq bir taraf qilib beraylik Sojan. Amsa, men qaytay. Ma'qul. Mayli ig'ir zaxmlandir yoki yenik zaxmlandir, bu bir jinoyat. Hamon qonun oldida javobgar bo'lasan. Uqdingmi? Uqdim. Biroq opam to'lqotun. Men bir bechora tursam, qo'limiz bek qisqa. Qonunni tushunding. Sana ochiq deb qo'yay. Da'vogar seningdan faqat haq talab qilyapti. Boshqa da'vo qilmadi. Shunga bahona sabab ko'rsatmay, davolanish haqqini cho'qim topshirsan. Uqdingmi? Tushundim. Agar yana da'vo qilib qolsa, turmada yetib qolsam, opamni kim boqadi? Gapni to'la agitmay, diginimda qil. Tushundingmi? Uqdim. Apa. Endi pulun işini qanday qilamiz? Elki 5 misqat altın zirangni ishlasa qanday? Nima? Otang menga to'yliq apagan tavarikni yo'qotmoqchimisan? Şuncha gap qilsam, anglamadim. Mendan shu 5 misqal oltinimni oyoq otamsan. U tavarikni sana berishim mumkin emas. Undaqda turmada yasam maylimi? Kim seni Asimning putini chaqsin dedi, ha? Yegi ishla desa, asli unimisan. Endi-chi,
Buni o'zingning peshanisidan-ku, o'zingning o'g'irligidan-ku. Sende pul olmasa özümni sakçı ma'lum qilish uchun boshqa amal yo'q. Kechtirdim, obdan turibla. Kızım, otur. Öydekiler teşlik mi kızım? Teşlik. Özürümü obdan turibla. Muşinchilik turdim balam. Bu qantalıqlaydigan oziqliq az bo'lsa-mu sizga ag'ish kelgan edim. Avar bo'lib ketibsiz qizim. Yili mislni vaqtida uxlab kelamadim. Yo'q, undaq dema Bu qizim. pulni to'yimga atab yig'ib qo'ygan edim. Az bo'lsa-mu qaytkamni ishig'i ishiltala. Qizim, rahmat sizga. Bichar gayet balam tazim xo'sh bo'ladigan bo'ldi. Yaxshi ko'nglingizga rahmat qizim. Amsa mamay. Voy, birdan o'ltirib choydandan ichib qolamansiz. Bo'l, uzatmasizlar. Men yana uxlab kelaman. Xo'sh qizim amsa. Pat kep turasiz. Oyey! Sen midin gaytka, acaba qo'rqatding odamni. Ona kula. Qattiq to'xtasın ya. Kula. Tazib kula. To'xta. Tazib kula. To'xta deyman. To'xtab tur. Oyey! Oyca. Oy putum. Putum birdan bo'lmaganda. Simchilik putum og'rib ketdi. Başol, ben doktorxonaga biray. Bo'ldi, yaxshi ko'nglinga rahmat qaytga. Birdamdan keyin o'ngishilib qoladi. Qaytga ras gap qila. Tutib turish o'rnidan qochib keldingmi? Undaq emas. Sen yordam qilgan pul bilan Sidiq Tuycan kepillikka chiqdi. Bundan keyin herkes aldıranlık qilmoq bo'lamdi. Ma'qul. Uxma. Va'da ber. Men bilan birga bozorga borsa. Boramayman. Hatta otamga yordamlashimsam bo'lmaydi. Ko'nglimni yerim qilma qaytga. Kelar qitim cho'qim sen bilan birga boraman. Cho'qim amsa? Cho'qim. Qo'lingni kel. Ma'qul. Dadilashdik qamsa? Cho'qim amsa-jimi? Rastmi? Ras. Bek chiroyli qilib ketdim. Özündeki uyağını tosub aldı tek mara. Özündeki uyağını tosub aldı tek mara. Şıpap olmaz ışıkka, cahan iki bardora. Şıpap olmaz ışıkka, cahan iki bardora. Vacın vay can vay tava,
xuma halimni so'ra vay can vay tova meni qilib ol jo'ra Tova. Nima degan sesiqchilik bu, ha? Apa, yuqorqi mahallidan do'stlarim kelibdikan, shu birdan o'ltirayli deb. Eshigingni ko'rishdan o'tkazib oldingmi? Opangning jafosini ko'mayapsan? Sana deb qo'yay. Ertadan boshlab yama balani baq yoki etizlik chiqib ishla. Voy, gap o'tmaydigan. Qipshiga ishlarni bu nimalarninki? Jığılıma. Oy, hoca. Jığılıma değme. Jığılıma. Apa. Voy canım bala. Bana jığılap ketdi. Bola. Balığın bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Yığılıma balam, yığılıma. Balığın nimbergen. Bergen. İçip kalkandikin bilemedim. İç sürüp kalkandikin nan bergendim şu. Bu musa sen bir baka. Öyle. Hey kalla. Bu qattiqlarni bola qandoq yeydi? Ha? Su içilap be. Öyle. Tova, mening qipshirgan ishlarini. Hey, kallang ishlamdi o sening. Qattiqlarni kichik bola qandoq yeydi? O'ylab baqa. Ha? Mana, nervamga tegmay, berba etiziqni ishlama. Mana. Apa, ben daha da yığınıda dep boğan. Emgek qilmayma dep. Ha, emgak qilmasang-chi, undaqda tilamchilik qil. Shunday qil, ha? Ma'qul. Men tilamchilik qilay. Yo'qol. Ma'qul. Hey, ne varsa? Bu yoqqa kelib men balog'in. Hozirlik keliman. Ma balaning qipshirgan ishlarini. Gaytaxun, nima ish qilyapsizlar? Nima qilatdim? Jigdi teryapman. Jigidni nima qilsizlar? Nima qilatdim? Balamning ish surib ketibdi. Shuni teryapman. Balanglarning emas, o'zinglarning qo'siga kirib qolgandi. Lag'aylab yurgicha, etizda emgak qilsam bo'lmamdi. Go'sh yeytinglar, go'sh. Yetermayman men. Dehqon bo'lmayman. Ma'qul. Hey, boyitlarni chiglisini qo'chaydi. Gaytaxun, jigidanglarni olib qochdi. Hey, to'xta! To'xta deymi? To'xta! To'xta deymi? To'xta! To'xta deymi? Voy!
to'xta! Undaq bo'lsa, aka, Ha. to'y ishini mana mushundaq putishdiq. Gapimiz gapchimi? Ha, shundaq. Osimka, bergan pullarimga rozi bo'lgansan. Razı olmamdıgan, albatta razı. Eliqi, sana degan ish zot qanday bo'lib ketdi? Shuni bir taraf qilib bersan bo'pti ekan, uka. Xotirjam bo'l. Voy. Hasanma. Ha, qanday qaraq ahvoling? Yaxshi turdingmi? O'tganda men sana degan ishlar qanday bo'ldi? To'g'ri. To'g'ri, Gayitning ishini da'vatiman. Ha. To'g'ri, shu ishlarni vaqtida hal qilib bersang bo'ladi. Ha. Emis shunday bo'lsin. Xabaringni kutamanjimi? İşlerin hal olgan bo'ldi. Xotirjam bo'lgin aka. Uka, ko'nglimdagidek ish bo'ldi. Rahmat sana. Ningşanları keşke adamın kendi kırıp algan. Acaba kosuğum açtı. Apa. Yarama otun ne? Otun yeri otamsa apa. Tolu hoşamet kımıgına. Acaba müzik bırak gidip de mak edip sen de apa. Ya Oy, kazanın ya altını. kızım. Ya öy işiği yardımlaşmışsan. Ya itiz işiği yardımlaşmışsan. Keşke horun xotunun paytımsıdek sürüp düşüremsen. Ömürün senin moşundak ötem da. Ha? Eyte. Sana kosak olsun bulam da. Apa, senin mi kosuğun açkanda yapak ne? Ha? Yapakam de. Yapak. Makul, manı ye. Ha? Apa, bu neme kıgınan adamın yüzüge kav sürüp. Oy yüzü kılın. Gep etmeydiğen. Adamı tılağa verdik ne? Hey, ne varsa. Tokta, ma otunu yerip verip çıkmam. Hey, tokta davatı ben. Yanına kuma yakşıke. Tova, muşundak nesini mi tuğup deme. Adam balısı mı olmuş o? Kaçtı yerip birey. Ağzımdan otuz ikinci kalacak. Yukarı içip pünüşkinin avlan bu. Berber. Kumanı al ben. Sen abayım ben. Sertliğini. Kitap adamı. Voy Gayitka, çalıp boğazıgan kaldık uxlabamay turay o'rningdan. Seni izimiga yerim qamidi? Sen mi de kuma? Başqası mekan deganmidan. Baytağı şimdi seni görüp gelme. Bo'la tez, Gülaşemning uyiga do'stlar yig'ilishgan edik. Senli yo'q. Bo'la tezroq qizlar saqlab ketdi. Bugün otadan qo'rqmay chiqqaniga hayronman. Atam yo'q. Mahalla aralab aytib kelaman deb ketdi. Hepsi bugün Gayit'nin Ahmet geldi. Otan yine aldığımızı çıkıp kalmışsın. Sen atamdan qo'rqmayding-ku? Kim? Otandan qo'rqdi ki? O'tganda saqchining ismini chiqqansa qo'yinda tikivatding-ku. Mening oldimda to'lib atmag'ini. Otanın dividek yavuz ekanligini bilmemse. Emil deganing bilan u baribir mening atam. Bana otan gerek emas. Sen bozar mı de? Tatma ilanglar. Ana adash. Qani qo'shamsa? Simson. Qo'sha, qo'sha. Hay, tatılma ilanglar.
Gaytka, kav qasqiniga dumchishga o'xshamamsiz? Bo'ldiqlan ağilla. Gayet ağinimizni mazaq qilib amanglar. Gayet ağina, qani, turga chiqa. Chiqa. Gayt, ya chiqa. Ha. O'ltira. Olta. Qani. Ha. İşte. Xumagul, xo'shamsa, hammanglarga xo'sh. Xo'sh. Gaytka. Mehmonlar seni naqsh etib bersin deydi. Bir vadi chap bera. Javobim Bu to'yga faqatla roziligim yo'q adash. Rostini etsam, otam meni pul oltin kumushga tangdi. Yo'q desam, meni urdi, otamdan baq qo'rqma. Amalim yo'q. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilmajinim adash. Qiz bola haqiqatan ojiz bo'ldi ekan. Asad to'saq yaxshi bo'lsa eshini ye, yomon bo'lsa beshini ye. Ko'nglingni yerim qilmajinim adash. Bu baqaqni Sarxan opamga yetkazib qo'ydi. Qaytakamni bir umr yelkamda aslayman adash. Xotirjam bo'g'in, buni chuqum o'z qo'lim bilan topshirib beraman. Yomon xiyollarda bo'lmagan jinim adash. Eshak satamsizlar? Sataman. Eshigingni men ko'y satamsizlar? Kim bular? Qarab baqmamda tishlari sadabdak tursa eshigimdan. Bo'pti, 200 ga qo'shib qo'yay. Beringlar. 1200 ga beramsizlar? Kim bular? Beringlar, unda qilmanglar. Yana 200 ga qo'shib qo'yay. 1400 ga beramsizlar, ha? Ba'sa badim. Ikla qulumni. Tushdiq-a? Tushdiq. Razı bo'linglar. Ola eshakni. Ben ketdim. Ma'qul.
Va, Asad degan kim o? Gayet degan kim o? Birisining puli bor, birisining oq ko'ngli deganda. Dasturxon ko'tarib menibsizlar go. Birisining to'yiga o'xshamamdi. Birisining to'yiga kirib chiqdik. Kimdan to'y yaptı? Voy balam, nima desak bo'lar? Eng yaxshisi kirib apangdan so'ra. Bu bichara shunday ajabmi uval bo'ldi-da. Bichar balam, nima mi deyman? Nimandaq tuz mangmaydı bu velosiped. Apa, yaxşıtırdın mı? Yaxşıtırdım balam, bağım sen. Apa. Canım balam. Eşekni satıman deb ketgili bugün 5 gün bo'ldi. Ansirab halimdan ketdim. Nalar tushirdim? İşekni sattım. Bu velosipedni aldım. Bu aşkan pul. Xumagülge teqi to'yliq ko'ylak aldım. Bo'ldi balam, Mana. u ko'ylakni ko'may. Ma'u bag'aqni ko'rib boqqina. Ma. Men ya xatonimsam bir jup aşık meşk usul o'ynab o'tibdi-ku. Voy ko'z uchi qarg'u balam, Xumagul ag tegib ketdi. Nima? İşenmeyman. Xumani menden hech kim tatib olamaydi. U jahannam u tarafida bo'lsa, izlab topmayman. Voy jinim balam. U shaharga to'y qilib ketgan tursa, nadimi topasan? Qaytib kel balam. Apis günmeng. Shundaq qilib, molni nishonga vaqtida yetkazib berdim degan. Qaltis paming vajim o'sning. Hey, yana bir gap. Pulni to'liq elishni unutib qolmagan juma. Qoldi ishlaringga xayrlik tilayman. Xayr xo'sh, omon bo'lg'in. Hey, Bangvosh, tomog'ing pishdimi? Mana. Hey! Bu cıngmomu yoki mantimi? İşidi bizami? Go'sht degandek narsa yo'q-ku. Uyda bani atdim. Yo'qimang nima amal? Hey, sarankalva! Tabaqa! Bu edi zot nima kam? Nima kam bo'ladi? Mantini o'xshatadigan go'sht kam shu. Pishiqlik qilmay go'shak kapagan bo'lsangiz o'xshatib etib beratdim. Giping ajab yo'g'on qo'smang. Pishtiradigan laqva. Ha? Qol so'ng gap qilsang-ku. Ha? Bu mantinalarni o'zing ye. Qanjoq. Atası yok, anası yok, bu dünyada kar iken. Atası yok, anası yok, bu dünyada kar iken. Şuta koydum şatutka, men musafir bu yurtka. Musafir dep kar kümen,
Biz qaytamiz o'z yurtga. ukam. Naqshin ajab yaxshi aytadigansan-ku. Mening aytadigan mungluq naqshamga bak o'xshaydi ekan. Bu yerda yolg'iz o'tirib ketibsan-ku. O'zing kim bo'lasan? Men bir Majnun. O'z sevginidan ayrilib qolgan Majnun. O'zingchi ukam. Ota-onam yer tavrashda o'lib ketgan. Boshqa urug'-tuqqanlaring yo'qmi? Hech narsam yo'q, aka. Ash nas ofatda hammasi o'lib ketgan. Undaq degin. Undaqda kuningni nada o'tkazyapsan? Burun bir ashxonada mulozim bo'lib ishlagan. Lekin hozirgi odamlarda faqat insof qolmabdi. Ishlasam, uni buni bahona qilib, pulimni to'liq bermadi. Undaqda har ikkimiz o'xshashla dardman ekanmiz. Hozir jahon haqiqatan buzilib ketibdi, ukam. Hatta o'zining qizini Maldoniyaga setidi degan emasmi? Aka, ben qaynab ketding-ku. Sana bir ta'sir qilib o'xshamamdi. Ukam, mening bir Xuma ismli bir sevgilim bor edi. Bir-birimizni shundoq yaxshi ko'rishatdik. Biroq dadisi meni namrat ko'rib, mening yo'qligimdan foydalanib bir boyvachchiga berib yutibdi uni. Xumani bir ko'rib olgan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi. Xuma, nima degan chiroyli qizim bu? Aras aka, sening isming-chi? Mening ismim Gayet. Gayet? Mening ismim Voyet. Undaqda ikkimiz qo'shkizak akuklar ekanmiz-ku. Ras shundoq ekan. Biroq Xuma achamni qandoq topsaq bo'lar? Ras, mening bir amalim bor. Sening gapingcha uni bir qitim ko'rib olsang bo'ladi, to'g'rimi? Shundoq. Undaqda mundaq bir amal bor. Nima amaling bor? Tilamchining siyoqiga kirib olib, uni ko'rib olsang bo'ladi emasmi? Shundoq qilsak bo'ladimi, uka? Bu amalmi bo'ladi ekan. Biroq mushturqimiz bilan tilamchilik qilsak, haq bizga pul berami? Aras ukam, uyimda bir nechqur ko'ni kiyim bor. Shuni kiyib tilamchilik qilib sinab boqamdiq-ya. Maylamsa, shunday qilib sinab boqsaqmi bo'g'dak? Unda bo'lsa, men aytilay. Sen bu yerda midalmay o'tirib turgin-a? Ma'qul, tezroq kel. Hozirlik kelma. Aras aka, xurjun bo'lsa elivlishni unutib qolmag'in. Ma'qul. Qarab boqay, ha? Hozir kelma. Aka, qara, bu ishdan bak yirtiqmi nima? Pochig'im ko'rinib qolsa, bu ish bo'lmaydi. Mana. Aras aka, mana xurjun sana bak yarishibdi. Shundaqmi? Aka, bakli yirtiq ishdan chiqsan-ku. O'sha yerda birdam aramag'ash maslahatlashib qilaylik. O'tir. Qani aka, qaysi maslahatni pishirmaysiz? Ukam, kiyimni kiydoq. Endi
qandaq tilamsa qilsak ular? Ha, ras aka. Hozir ko'p sondagi divanlar yolg'on tokor, yolg'on qarg'u bo'lib olib, divanlik qiladigan ishlar bak jiqgan. Shunga biz mushlarni to'rab baqayli bo'lmasa. Shundaq ishlarmi bormi ekan dexe? Qani bir do'rab baqina. Men sen qarg'un do'rab beray. Mana mundaq. O'xshidi. O'xshab ketdi. Endi sen do'ra. Men qandaq do'raman? Men tokor ulay, ha? Tokor do'rab baqa. Qani do'rab baqa. Oy. O'xshidi. Qaltis o'xshitayotdim bu aka. O'xshidi. Mundaq maqsan bo'lam deya. Bu o'xshidi-g'o. Ay, men to'g'rilaymi? Sen baqa. Qandaqroq? O'xshidi. Bo'lamdi-kan? Unda bo'lsa. Mangandaq. Ha, emas mangayli. Aka. Bu xaltamni sen saqlab bera. Men yuturib qo'ymayin. Nima bu? Bu menga apamdan qolgan birdan-bir tabarruk. Haras aka, men texi buni xumoachamni ko'rganda o'z qo'lim bilan sovg'a qilaman. Maqas, rahmat kam. Mayli. Yemeganning tishiga tash. Asta. Nim bo'ldi jillatgan saram? Ha? Nimaga tilingni janaysan? Ha? Astagfirullah. Qo'y. Qays qo'y. Qo'yga nim bo'ldi? Tunigan qasab chaqiray desam unimidingiz. Hiliq kasal qo'y o'lib qopti mana. Masarangni. Qo'yga obdan qara demaganmidim? Nimish obdan qarmaysa? Men Yeni tunigan akşam sizga u qo'yning ahvolini aniq qilib degan edim-ku. Mana sana. Mushaga yaqinda Xuma ismli bir ko'chib keldimi? Xuma ismlik? Yo'q. Undaq odam yo'q, fikrim. Undaq odam yo'q. Ma'qulamsa, rahmat. Xumani topmoq tasmi nima? Ko'nglingni buzma aka. Ishga qo'shmoq tatmalar tepishdoq. Jiddilashma. Xuma gulingni cho'qim topamiz. Ertadan boshlab bo'linib izlayli bo'lmasa, vaqt pek ketgudak. Qo'saqni o'ylamsaqmi bo'lmas. Mana. Aka, bo'linib tilamchilik qilsak, men ya Xuma gulini tunimisam. Xuma o'tirboy, o'roq ko'zi yo'g'on chiroyli bir qiz uchrab qolsa, Xumagul aja deb chaqirsanglar bo'ladi-ku. Qo'sog'im echib ketdi. O'zimdan bir asabab epimaylimi? Xalqning narsini yemayli ukam. Qarab baqa, nimaga o'xshagan o'zimlar.
vaziyat intayin ciddi. Kunmanda olim sho'rka qo'lga tushib qapti. Undaqda uni ep chiqilganga odam avatayli. Kimni avatimiz? Ahmad Jodanichi. Uni ishkirdi bek yo'li bor. Agar u bosli ishlarni joyida o'rinlab keladi. Amisa bu ishlarni sen o'rinlashtir. Qancha pul kesmaydi. Bu ishni cho'qim bishir. Xotirjam bo'l. Uni bugun yo'lga so'laytaman. Kim o? Biz. Mana, hozir. Mao talondagi sizning imzoyingizmi emasmi? Men sizlarga degandim-ku. Men hargiz yeni olmayman. Biroq hozir to'laydigan pulim yo'q. Bizning xizmatimiz bek aldirash. Elimo oldingizga ko'p qatim suylab keldik. Biroq bahona sabaplaringiz tugimadi. Oqibat qonunga berib to'xtasa, sizga mo yaxshi emas. Ondaqda ben qarzimni yig'ay. Mush bir necha kun ichida men topshirib yetay, bo'lamdi. Prinsipni tushuning. Bu biz bilan idora o'tirisidagi muomala. Hozir bir taraf qilmasangiz, biz bilan qonunga bering. Menda rostli pul yo'q. Atigan siz chiqib ket deb hayal o'tmay Sabir ismli bir kishi bu 9 million pulni sizning qarz olgan chig'i berib qo'shim to'plab chiqib ketgan edi. Bu 9 ming ko'ynib turinglar. Men qolgan pullarni mush bir necha kun ichida yig'ib sizlarga topshirib yetay, bo'lamdi, ha? Amsi bugundan qolmasin, ha? Ma'qul. Ma'qul amisa, qaytamsizlar. Hey, lalımı qancok. Kimsini uyak pulni açık su dedi, ha? Senin baş qiladigan ishing yo'qmi te? Sizning qonunlashib qolmasin deb ansirab shunda qilibdiman. Ey qapaqvash, u 9 ming ko'yvangi bir yil dumilganmiz 18 ming o'lib emasmi? Bilamsan? Bu ayıqujut lahva. Sen meni vayron qilmoqchimi? Ha? Qaraysan bu? Ha? Mana. To'y. Hey, ayca. Oqsoqoli qilgan to'y. Mana. Yana qilamsan? Paç pul yok. Evet gelin Ma'qul.
bu uyda Huma isimli birisi turamdı. Onda adam yok. Ma'qul. Xo'sh. Rahmat. 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 Odam bormi? Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Xumaygul. Xo'shamiz. Atigi ko'rishamiz, ha? Ma'qul. Xuma, bek yaxshi bo'ldi. Qaytakan xabar qilay. Shu. Odam bormi? Odam Birisini izlamdingiz. Humagulning uyi mushuma. To'g'ri, mush shu. Xo'p bo'lmay, Humagulni chaqirib aytgan bo'lsangiz bo'pti-kan. Men o'zim shu. Ha, siz? Askan qo. Odam o'sal qilib mana. Xo'sha. Ha, qani, o'sha. Xo'sha. Qutbanachi yaxshi. Alamet. Ayağınızı qanday qilsiz? Huma dersen, vaqt kelganda Humani sen uchun Alloh qilib o'tishga roziman. Mana endi er kishidek gap qildingiz. Biz qaraotamda dema. Go'shtag'ri, nim qilyapsan? Choy yeb kirgan. Ha? Choyga kirdingmi ataxi? Mana misin? Quyida. Kishini shunday qattiq uramiz. Achchig'ini keltirib. Qaranglar bu qanjuqning qilayotgan qilig'ini. Shundaqmi uramsa? Sen bo'lganmisan urmamda? Bo'ldi. Mana endi haqiqiy er kishining ishini qildingiz, Asad. Ha, qani. Bo'ldi. Ha, qani ichayli. Ichayli. Qanjoq. Sen bilan hisoblashay.
Dostlarım aldıda acep yüzümü döktün ha? Ha? Ben sizin xotininiz mi emasmi? Biz vaqtida meni qanday qilganligingizni unutib qolibsiz-da. Mendan bezor bo'lgan bo'lsangiz, meni uyimga olmisiz, meni aqtirib Ben etdim. de vatam sen kan yok. Bana git ya. Hem git ya. Git ya. Eğer gitmen değil gelsen. Git ya. Bıraklı yok al. Rahmet. 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 Odam bormi? Odam bormi? Rahmat sizga. Hey, ketme yana o'ltirsan go, ha? Opam kesel olup kalganda onu ben baktım. Uçakta sen ne ettin? Ha? Nerede bulatdım? Ənin üydettim. Ədin acırışıp, beşimin künçüp, bu öyge kelsem, əmdi sen beni haydamsan? Hey, kulu kulaklamay. Ha, oyunu yok lan. Ha? Ne gördün mü? Opam hayat çıktı, bu oyunu işkimizge tanı bölgün iyisi olmakman. Toktap dur ha. Ben seni boğup öldürüp etmeyeceğim bolsam. Adam baba! Oycan! Adam Üten baba! nereye? Oycan! Hey, nimi beni aşım ağırlısı ha? Er kişi mi emas mı? Senin üstünde sötke erzgığınım kıran. Otun kişini muşundan bozak kılamsa? Hey, üstüden yundu pıraydıgan divane. Sen tehi, man terbiye belgilek buldun mu? Tolu gep kılma yok la. Yok al. Man. Bu kumanı tapmak şehre amaktı mı tez küçüştü o. Hey. Bayet. Bayet. Tura ornunda. Akşam. Apam düşüp kirip kaptı. Berip yoklap geley. Kumanın adresini inik bilip geley. Hazırlı mı sen? He. Keşkiş kep buldum ben. Ben bana dememse. He, hoş. Ma'qul. Goncaydı görüşeyli. Makul, makul. Hoş. Hoş.
obdaroq tayyorlik qil. Qaynatamni obdaroq kutib olmasak bo'lmas. Nem tamoq etaman. Go'sh, to'xo deganlarni dugilib etdim. Qo'rda qilamsan. To'xo qo'rimiz qilamsan, o'zingning ixtiyori. Yaqindan beri seni ko'p ranjitib qo'ygan yerlarim bo'ldi. Mana necha kun bo'ldi. Odam bo'lyapman-ku. Agar qaynatam so'rab qolsa, o'tini yerib etib, o'tinning parchasi tegib ketdi degan bo'lamdi. Ne gorsiz? Boy o'zing osindiram tavuzga amroq demaganmidim. Chiqib tavuz akiray. Tezroq qaytib kelasiz. Ma'qul. O'z vaqtida xumani olmasam o'lib olaman deb chiroyli va'dalar bilan qoldim. Endi o'g'anda yo'qolan ishlar bana qilib, urib so'qib nima qilay deysan? Ha? Qizim yaramagan bo'lsa-ku. Hozirla. Uyga olib ketaman. Canım ota, meni azroq chidag'ichiligim qolmadi. Bu uydan ketaman. Meni hozirlab ketding ota. Men o'ylab baqsam, takli xato qildim. Oldinga choy qo'yay. Xumagilning ko'nglini olay. Menga yana bir qadam fursat tag bo'lamdi. Men odam bo'lay. Bu pulni oz bo'lsa-mu, yenang sab qo'yasan. Onun puluna ishonmang ota. Meni olib ketding ota. Ota. Onun chiroyli gaplariga ishonmang. Bo'pti. Men sana yana bir qatim yo'l qo'yay. Ha? Ma'qul. Rahmat. Qizim, xotirjam bo'l. Bu qatim u va'dasi turmaydigan bo'lsa, men seni olib ketaman. Ota, o bundaq va'dalarni chiqib ketgan. Men bilaman, o va'dasida turmaydi. Tayoqqa chidamadim ota. Onun pulini olmasangiz bo'lmamdi. Meni hozirlab ketdim. Sizdan qo'shib ketay ota. Qizim, o'g'irlama. Sizni o'tinib Bundan qolmay keyin ota. xumani bir tal mo'yiga tegadigan bo'lsa, men seni ko'nglimni ko'staman. Uxdim. Ma'qulamsa, men qaytay. Yo'q ota, ketmang, sizni o'tinib qolay. Onun pulini olmasangiz bo'lmamdi. Qizim. Pul tugaydi. Men ichingiz og'risin. Meni degan gapimga har qanday ishga savarchan bo'lish kerak. Sen ketib qolsa, mayligilar so'zcha qilmamdi va yuzimni qanday ko'tarib yurayman. Meni bilib ketding. Yig'lama. Ben qaytay. Ota. Bu qatim yana seni bo'zaq qildigan bo'lsa, men seni cho'qib olib ketaman. Qaytdingmi? Qo'shamsan. Aka, balam bor degan hajab menga demagandan-ku. Uni sana u chaqda deganimning foydasi yo'q edi, ukam. Bu nima degani? Nima desam bo'la? Ha, ukam. Dardga odam ajal to'shmasa o'lmaydi ekan. Opam bilan balamni tashlamay desam, xumaning dard piroqiga chidamadim. Oxiri yetim balam bilan jafokash opamni tashlab sargardan bo'ldim degina. Bo'ldi so'zlama aka, ko'nglingni yerim qilma. Topgan pullarni sanab baqaylim-ya. Bo'ladi, ukam. Ukam, sanab baqsaq, tilab topgan pulumizmi avib qopti. Rost deysan aka. Mumkin bo'lsa, mush pullardan opam bilan balamga ozroq avat beralgan bo'lsam, bak qo'shilatdim. Rostla shunda qilmoqchimisan? Shundoq. To'g'ri o'ylabsan aka.
Apamni xush yo'qasin deyman afkam. Aka. Ondaqda mening mo pulimni qo'shib avatayli. Bo'ldi. Bo'ldi Ale. afkam. Bo'ldi. Ale aka, Rahmat. siz qilma ale. Mushina emassan Ale, bo'ldi. ale. Bo'ldi afkam. Nima qilasan? Rahmat afkam. Ko'nglim bek yaxshi ekan. Hech qisi yo'q Bu aka. yaxshilikni o'lsam unutmayman. Rahmat. Rahmat ukam. Mahaliga borgandan keyin opamga meni gapimni Ma'qul chiqarma, aka. ma'qulmi? Mana mashina ketib qolmasin. Xotirjam bo'l. Deganlaringni esimda saqlayman. Xo'sh, qo'shamsa. Oq yo'l bo'lsin, ha? Aka, qo'shamsa. Ma'qulamsa. Xo'sh. Xo'sh, Xo'sh aka. xo'sh. Xo'sh. Qo'shamsa. Xo'sh. Odam bormi? Ba balam. Sarxon opa degan sizlar bo'lamla? Shundoq bo'l. Bu pulni shahardagi bir tuqqanlari avatgandi. Asla. Balam, siz kim bo'lasiz? Men bo'ldi opa. Men sal aldiraytdim. Balam, uy kirib choy ichmoqsiz bo'lmamda. Shahardagi qaysi tuqqanim avatgan bo'lg'aydi? Voy. Cho'qim hal bo'lishi kerak. Bildingmi? Hech kim bilmasin. Shunaqa hech kim bilmaydi. Men qilgan ishda hargizmi chiqdoq chiqmaydi. Sen xotirjam bo'l, ha? Menga ishonsangli bo'ldi. Sabir Guanjuni yo'lga selavetdim. Qo'limizda qolgan malni vaqtli qo'ldan chiqarib, bizmi tezroq yo'lga chiqsak bo'ladi. Men de xaridor qo'shib qo'ydim. O'sha bir necha kun ichida qo'limizdagi malning hammasini setib olmoqchi. Ishonchlikmi? Ishonchlik, chatoq yo'q. Biraz chidayli. Oldimizda bir o'stan va shu yerda suv ichgach armalayli. Aka, Ha? qo'sug'im bek og'rib ketib bordi. Voy voy. Ishim to'lika. Menga oyoq berka. Ne oldu? Men hayatı bir ölüktü gördüm. Nima? Rasma? Ras. Voy bichora. Bo'ldi aka, yo'limizga meni versa qandaq. Unda bo'lsa saqchi chaqirayli. Aka, bo'ldi qilsangchi olib ketaverayli. To'xta, to'xta. Eng yaxshisi ortlashmasa qandaq, ha? Bu odamni sen o'ldirsan, nima qo'qsa qonun degan haq. O'tir. Mishal o'tirib tur. Men saqchi chaqirib kelay. Ha? O'tir. O'tir, o'tir. Men hozir kelaman.
Ülük gördüm. Ülük. Hayada. Ayada. Ülük. Kana çıkar. Bu yakta. Bu yakta. Tez bulunla, A tarafta. Ayada. Ayşe diken. Ayada. Sizlar jiroq turinglar. Naq maydon buzilib ketmasin. Balası kalkan ak şeker okuşmamdı. Shika emas. Zahar kam. Xroyin. Sakçı biz kesek bulamdı. Kelsanglar bo'lmaydi. Ish oydinlashmoqcha. Bu yerda ayrilsanglar bo'lmaydi. Bo'ldi. Kile Vahit biz bu yerda o'tirib turaylik. Vay, saqchilarsizmi? İçerik 4. grupining qotillik delosi yuz beribdi. Darhol odam avatinglar. Ürümçik varılgan işimiz mi? Soğukçulaş deyim ana. Saqchilar dedi-ku, odamning elektriga bir taraf, bu po'g'chi biriga bormanglar deb. O adam ölükmüdü o? Tirikmidi o? İlahim tirik voğuydu. Yo'lda ketib etib, beshimning keyniga bir nima tekkanligini bilaman. Qolgan ishlarni bilmayman. Senden so'rab boqay. Asad To'saqdan boshqa oldi kayningda bir odam bormi? Yo'q. Asad To'saqning hozirgi o'tirish o'rnini bilamsan? Boyvachchilar ko'chisida. Asad To'saqning o'zgartirilgan ismi bormi, yo'q? Yo'q. Yana bildiganlaring bo'lsa to'liq ayt. Bu qitim menga chiqish yo'li bersanglar, men hammani aytay. Ixroqiga kengchilik. Rost so'zla. Asad To'saq zahar savdosi qilyotidi. Yaqinda o noma'lum bir kishi bilan birlashib, qo'lidagi zaharni boshqa joyga yo'tkazmoqchi bo'lyotidi. Qechib ketamdi-ya. En yaxshisi ish oydinlashguncha kutib turaylik. Bola, qoldikmi nima? Men sen aralashmayli desam unamaysan. Mana endi xo'p bo'ldimi? Men bilmedim de bunu. Şunca izlep Xumagulni topamadık. Nima kunlarni ko'rayotganda u bechora. U ayoli Xumagulni qattiq xo'rlab, hamisha uni dumbalaydi. Ashu sizlarga yordam beralish mumkin. Ular nerede uchrashmoqchi? Asad To'saqning uyi atrofida. Yuqori so'zlaganlaring rost bo'lsa, qo'l qo'y. Yaxshimisiz? Uyda xo'jayin bormidi? Kimni istaysiz? Men ozroq malamoqchi edim. Sizni ajab ko'rmabdi ekanman xo. Men qarang, taqdirqingizni qaraganda xeyr tuzuk odamdek ko'rinasiz. Uning bilan ilm berim qilishmang, oqibati bekli chataq. Rost gapni qilsam, men puxroch kelgan saqchi. Sizdan ahvol egalay deb kelgandim. Saqchi? Men bundaq turmushni bekli to'ydim. O'zimni qapaz yashayotgan
turgandekli his qilaman. Onun ishlari atlashmay qolsa, kelib meni urdi. O yana texi atamni pulga keltirib oldi. Shu atamni uning gapini yaqinlaydi. O zahar so'zlar shug'ullanadi saqcha pandim. Kelib tezroq uni tutinglar. Sizga naq isbot kerak. Shunga fursat ko'rsatilmaydi. Sizning biz bilan yaqindan yordamda bo'lishingizni umid qilamiz. Bu mening ism kartam. Alayda ahvol bo'lsa biz bilan aloqa qilishing. Hargiz chandib qo'ymang. Ma'qul, rahmat. Hey. Gaitaka? Manandak. Maile. Yürü. Oğayla. O hazır sırtqı chiqishga tayyorlik qilyotidi. Tezdan kelinglar. Ma'qul. Xumani endi mushu mahalladan bir izlab baqayli ufkam, ha? Ma'qul aka. Qani, o'ltir. Birdan g'ardiq chiqirayli. Xumacham bir uchirgan bo'lsa, ha? İşencim bak. Çokum uçuraydı. İtkan akşamını anlısıla. Çokum. Aldım bir çıkıdı. Aka, siz yüzünüzge qar sırtıvaksızga. Bizga oyun qıyıp verensiz. Nime? Ey, bu çokum. Vay şeytanı qanışı. Toxta deyme. Toxta. Toxta. Toxta deyme. Kamerlama. Çık dur. Beni koyuyorlar. Çık dur. Koyuyorlar. Balavam gel. Bu nemu? Bu senin bir ömür türmede yetişinga pakit bol alaydı. Uqtu mu? Hep mağaylı. Bana. Beni koyuyorlar. Beni koyuyorlar. Beni koyuyorlar. Koyuyorlar. Bak. Koyuyorlar. Tez bak. Axlatni beshimizga tashlagan nemisi? Yeni birden tursak. Beşimizga. Men tatu gidega o'xshaydi. Gidayli. Yura, tez ketaylik. Gaytka. Seni unutib qolganim yo'q. Mo'lchaqni har qatim qo'limga olsam, seni aslayman.
Atam pushaymon bilan u dunyoga ko'z ochiq ketdi. Ammo hayot vaqtida pul dunyoni deb meningdek ojiz qizning taqdirini o'ylayolmadi. Hatto uy besatlarini setib yeb tugatdi. Aslisam yuragim siqiladi. Men oqibat yetim qoldim. So'zimni anglayaptam sen Gaytka. Sen hozir nerede? Necip tanış ağlas bu. Şbab olmaz ışıkka Cahanniki bardora Şbab olmaz ışıkka Cahanniki bardora Vacın vay can vay tova Kuma halim ne sora Vacın vay can vay tova Mine kıldı bal cora Çıkıp qarab bakaycı. Gaytka! 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 Çatlatmış şahret kardeş. Her ikimizin nişanı sıktırgan şahret. Seneden kadar divanımı buldu. Ben bu seneden hayatımı saklap kaldım Gaytka. Ne buldum? Kuma kızı kükür git kuma. Bu gapni sorma Gaytka. Ko'nglim bitmay yerim. Asad to'saq qilgan yomonliklariga oxir turmay kirib ketdi. Oldu yığılıma. Bu ağrı. Cacısını yaptı. Asad to'saq ashundaq chavri zulm bilan meni bekli xorlab ketdi. Men faqat chidayolmadim. Otamni meni dad alamga qoldirib o'lib ketdi. Amalim qancha shag'ladim, qaqshadim. Qabahatlik o'limni o'yladim. Biroq sabr qilib yashadim Gaytka. Bo'ldi yığılıma. U dertlerden hemmisi ötüp gitti. Xumacha, Gayt akam sizni izlash uchun hatto tilamchi bo'lishdimi yanmadi dexe. Rasmi Gaytka. Ras. Sen için cinim fida. Endi külmemse. Bo'ldi yığılıma. Ras gap qila kuma. Tilab topgan pulumga eshak setib oldim. Anarxamı pul yok. Kurbanға tegip tiken. Sen bu bana tigemse. Asang cho'qim tegaman. Rasma. Ras Gaytka. Aras. Bu menga apamdan qolgan tabarik edi. Gaytka, endi sen buni o'z qo'ling bilan Xumagil achamga so'q qilgin. Ale. Rahmat uka. Hech qisi yo'q. Ajab chiroyli yog'liq ya bu. Gila xuma. Artib qo'yay. Pek chiroyli qilib ketdim. To'yinglar muborak bo'lsin. Xumagil acham, bunani sizga. Gayt aka, buni sayga. Qani, eshakka mingan yezimizni qaytaylik. Gaytka. Mening ota-onam yo'qligini sen bilsan. Sen bilan birga ketsam qandaq? Bo'ladi. Opamning qishiga birga ketaylik. Shunda qilaylik ukam. Jirom. Eshakni hayda. Mangdoq. Brava be
Cıranglaydı balam Tarisi altın Vay mekan Tarisi altın Vay mekan Uyumuz kızıp gitti Xoma gül bala Kalbimiz yalqın Vay mekan Uyumuz kızıp gitti Xoma gül bala Kalbimiz yalqın Vay mekan Yürükteki laysoni bala Külge başlama vay yarim Külge başlama vay yarim Akıvet lazım balımız Xoma gül bala Bizni taşlamam Vay yarim Akıvet lazım balımız Xoma gül bala Bizni taşlamam Vay yarim Yüreğimde sobamı bala Sızlık men Vay teşla